Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Murod. Bugungi videorolikimizga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimizda biz Minecraftdagi eksperimentlarni, life hacklarni tekshirib ko'ramiz. Video boshlamasdan oldin birgina like bosib, kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Qani unda men videoni boshladim. Mana bu oddiy prosta sigir. Bunga biz hozir mana bu anvildan birkaga agar biz birkaga dinner bone deb nom qo'ysak, u teskari bo'lib qoladi. Hozir shuni biz tekshirib ko'ramiz. Dinner bone. Mana bo'ldi. Ana endi birkani olamiz va sigirga nom berib ko'ramiz. Xo'p, mana nom berdik. Yo'q, rostdan ham teskari bo'lib qoldi. Yo, what the fuck, man bo'lma endi. Yo. Ana endi keyingi lifehackga o'tamiz. Ketdi bo'ldi. Mana biz do'stlar ikkinchi lifehackga ham, ya'ni eksperimentga ham keldik. Va keyingi eksperimentimizda, hozirgi eksperimentimizda biz qo'yga groom jeb deb nom bersak, u har xil rangli bo'lib qolar ekan. Hozir jeb deb yozamiz. Jeb va pastki chiziqcha yozishimiz kerak. Mana yozdik. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Rang-barang bo'larmikan yoki yo'qmikan. Ozgincha qotyapti. Video olayotganda qotadi. U mana rostdan ham har xil rangli bo'ldi. Ko'rib turganingizdek. Yo, what the fuck. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, mana har xil rangli bo'ldi. Ana endi bu eksperimentimiz o'xshadi. Ana endi keyingi lifehackga o'tamiz. Ham kelib oldik. Va 3-chi lifehackimizda biz qishloqqa groom deb nom bersak, u ham teskari bo'lib qolar ekan. Dinner bone desangiz ham bo'ladi, lekin groomdan ham o'xshar ekan. Hozir tekshirib ko'ramiz. Groom deb yozdik, yana ham bilmayman men. Groomni bilmas edim. Hozir groomni bosamiz. Yo'q, bo'lmadi. Noto'g'ri yozdimmi? Tekshirib ko'raylikchi. Groom katta harf bilan yozilishi kerakdir yoki ikkita oxirida me bo'lishi kerakdir. Bilmadim hozirchalik. Yo'q, bo'lmadi. Xo'p, yana buni groom deb boshini katta harf bilan yozaylikchi. Groom. Yo'q, kichkina emas. Katta qilib yozishimiz kerak. Groom deb. Mana yozdik. Ana endi olaylikchi, balki o'xshab qolar. Xo'p, mana groom. Yo'q, bo'lmadi. Oxirida yana ikkita men qilishimiz kerakmi? Xullas, bilmayapman qanday qilishni. Groom. Bo'ldi, yana shuni qo'yib ko'ramiz. Groom va o'xshadi do'stlar, mana groom deb nom bergandik va mana qishloqqa teskari bo'lib qolgan. What the fuck? Turishni qaranglar. Mana endi biz 4-chi lifehackga o'tamiz. Come on, let's go. Mana biz 4-chi lifehackimizga ham kelib oldik. Bu lifehackimiz eksperiment bo'lyapti. Hozir mana biz 4-chi eksperimentimizga ham keldik. 4-chi eksperimentimizda quyonga agar toast deb nom bersak, u har xil ola-bula rang bo'lib qolar ekan, har xil qora oq rangli bo'lib qolar ekan. Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, mana hozir toast deb yozamiz. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda quyon bor. Negadir kungacha bo'lib qolyaptimi? Mana bu yerda quyon va mana rostdan ham o'xshadi do'stlar eksperimentimiz. Hozir tunni kun qilamiz. Kechqurun bo'lyapti. Time set day qilib olamiz. Mana dayni bosdik. Ana endi kunduz bo'ladi. Ozgincha qotyapti. Mayli. Mana do'stlar rostdan ham o'xshadi. Mana har xil ola-bula rang bo'lib qoldi. Ana endi biz keyingi lifehackimizga o'tamiz. Qani bo'lsa, let's go. Do'stlar, mana biz oxirgi lifehackimizga ham keldik va oxirgi lifehackimizda biz agarda mana bu nima desam bo'ladi, mansiyonda yashaydigan
bo'ladi-ku. Xo'p, hozir mana bu lyoka yo'q, normalnoyaga qo'yamiz. Xullas ismini bilmadim. Johni deb yozsak, любой hamma mobni urib ketar ekan, hattoki do'stlarini ham. Hozir shuni biz tekshirib ko'ramiz. Tog'asining o'rniga Johni. Shunday qo'ysa bo'lar ekan, o'qilishini unchalik bilmayman. Hozircha pleasure emas, xullas. Bu pleasure ekan. La'nati boshqa bu emas edi. Yo'q, tuxumlarga kir. Yo'q, buni yo'q qilamiz. Yo'q, bu yerda emas edi. Xo'p, qaysi bir edi? Ha, mana bu. Men bunga shunaqa ism qo'ysak, bu hammasini o'ldirib ketish kerak. Bu yerga hozir qo'ydi va bu yerga buni nom beramiz va mana, lekin hech kim urmayapti-ku. La'nati, qaytadan qilishimiz kerakmi? Mana buni katta harf qilish kerakmi? Katta harfchi Johni. Qansan bu yoqqa? Yo'q, o'xshamadi. Negadir o'xshamayapti do'stlar. Xo'p, buni o'rniga bitta ne qilamiz? Mana bitta neni o'chirib tashlaymiz. Lekin o'xshamayapti. Yo'q, bu emas, bu pleasure. Mana bunga. Yo'q, o'xshamadi. Demak, bu eksperimentimiz ham o'xshamadi. Agar kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan men Murodjon bo'laman. Agar yana shu kompyuterda video olish kerak bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men albatta shu bilan video olaman. Hozir mana oxirgisini ham yozib beraman. Va yo'q, o'xshamadi. Hammaga xayr. Ana endi sizlar bilan men Murodjon bo'ldim. Videoga like bosib, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda biz 5000 ta bo'lishimiz kerak.